Assalomu alaykum. Janob Mirziyoyev, siz yopig'liq qozon yopig'ligicha qolishini xohlayapsizmi? Nega mustaqillikni 35 yildan beri bayram deb nishonlayotgan bo'lsak, mustaqillik kimlar orqali, qanday qilib yuzaga kelganini nega ochiq aytishga qarshilik qilyapsiz? Axir sizga kundek ravshanku, Islom Karimov mustaqillikka qarshi odam edi. Tish tirnog'i bilan qarshi edi. Siz o'sha haqiqatlar, o'sha tarixlar hech qachon ochilmaydi deb o'yladingizmi? Yo'q. Bu bir kichkina voqea bo'lganda edi, balki yashirin qolishi mumkin edi, lekin bu ochiq katta voqealar bo'lgan-ku bu. Qur'oni Karimda Alloh taoloning so'zi bor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Qur'oni Karimning 99-surasi, Zalzala surasi, oxirgi oyatlari, 7-8 oyatlar. O'zbekchasi: bir zarra miqdorida qilingan yaxshilik bo'lsa ham uni ko'radi. Bir zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa ham uni ko'radi deydi. Ya'ni shu qilganlarning o'zi ham, boshqalar ham, hammasi shu dunyoda ham ma'lum bo'lgancha bo'ladi va qiyomatda 100% oyday ravshan bo'ladi. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Abu Said Xudriydan rivoyat qilingan hadisini eslatib qo'ymoqchi edim. Kim biror eshigi yoki tuynugi yo'q bir qattiq toshning ichiga kirib bir amal qilsa ham, qanday amal qilsa ham u baribir odamlarga oshkor bo'ladi deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ruslar esa xalqona uslubda "Всё тайное становится явным" deb qo'yadi. Ya'ni har bir yashirin, sirli narsa bir kuni oshkor bo'ladi. Bu katta tarixlarni yashirish, yolg'on tarix yozdirish shunday ertasini o'ylamaydigan odamlarning ishidirki, undaylar haqida ruslar yana bitta zo'r maqola aytgan. "После меня хоть потоп", ya'ni mendan keyin to'fon bo'lmaydimi degan. Siz shunaqa mas'uliyatsiz odam bo'lyapsizmi? Yo atrofingizdagilar sizni shunday qilishga go'yoki majbur qilyaptimi? Qo'shtirnoqcha aytyapman, go'yoki deganni, majburlayapti deganni. Agar mabodo atrofingizdagilar sizga shunaqa qattiq ta'sir, bosim o'tkazayotgan bo'lsa, siz ularga qarshilik qila olmayotgan bo'lsangiz, unda ularga qarshilik qilishi mumkin bo'lgan adolatli, insofli bir kadr tayyorlang o'zingizdan. Lekin Saida qizingizni emas. Chunki Saidaxon bir kun ham davlatni boshqara olmaydi. O'zbekistonning mustaqilligining boshlanishini shunaqa yolg'on tarixlar bilan yozgandan keyin bir mustaqil bo'lgan davlatning mustaqil bo'lish vaqtidan boshlab yolg'on tarix yozilsa, uning kelajagi, undan keyin qilingan ishlar nima bo'ladi? O'sha 29 saylov ham qanday o'tganini o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Saylov komissiyasining raisi yo a'zosi bo'lgansiz. Mayli, saylov o'tdi. Lekin prezident bo'lib 1992 yanvardan boshlab prezident bo'lganiga 20 kun bo'lmasdan talabalar shaharcha studentlar qirg'in qilib tashladi-ku. Bu nahotki shuni bilmasangiz. Hammasini 100% bilasiz. Lekin tarixni yolg'on yozdirishlariga qarab turibsiz.
balki siz shuni ta'minlayotgan bo'lsangiz kerak, xohlayotgan bo'lsangiz kerak. Yoki 99-yil portlashlar nega yashirilib kelar shu vaqtgacha? Yolg'on, to'qima gaplar. Shu mustaqillikkacha bo'lgan davrda hozirgi mustaqillik maydoni deb nomlanayotgan joy xalqning bir barakali, hamma o'tadigan katta maydon edi-ku. Mustaqillikdan keyin esa bu yer chumchuq ham uchib kirolmaydigan joyga aylandi. Odamlar erkin yurish u yoqda tursin, o'sha yerga kirsa kimsan? Va hozirgacha ham u joy xalqning bir sayilgohi, bemalol o'zini erkin tutadigan joy emas. Hamma tomon kamera, hamma tomon kecha-yu kunduz ichki ishlar, DXX shunday qattiq qo'riqlanadigan joyga 99-yil portlashida go'yoki bir eski mashina kirib qolibdi emish, ichida portlatuvchi uskunalari bilan. Bu ertakku. 2005-yilgi Andijon qirg'ini nega shu vaqtgacha bir ochiqcha to'g'ri tafsilot aytilmaydi? Xalq shunchalar ahmoq deb o'ylaysizlarmi? Hech narsani ko'rmaydi, hech narsani bilmaydi, hamma narsani unutadi. Hamma tomon festival, o'yin, kulgi qilsak, tarixni bemalol o'z xohlaganimizdek yozib yuboramiz, odamlarni ishontiramiz deb shunaqa bir noxolis, bir yoqlama gap so'zlar bilan hamma narsani yopib yuboraman deb o'ylashyapti shekilli. Janob Mirziyoyev, siz Islom Karimovni siyosiy faoliyatiga hech qanaqa baho berdirmayapsiz, lekin o'zingiz aytib qo'ygandingiz-ku, o'sha axlat tizim edi deb. Nega hozirgacha shuni ochiq ayttira olmaysiz yoki aytmaysiz? Nahotki siz o'zingiz, atrofdagilaringiz, sizga qulluq qiladiganlar yashirgan narsani hech kim bilmaydi deb o'ylasangiz, qanaqa? Shavkat aka, axir ko'rib turibsiz, vafot etganiga endi 10 yil bo'lgan Karimovning hamma tomon sharmandalik ishlari ochilib ketdi. Siz siyosiy baho bermasangiz ham, siz u kishini ayblarini ochmay turgan bo'lsangiz ham, bunday deganda yopiqlik qozon, yopiqligicha ushlab turgan bo'lsangiz ham, oylar sochilib ketdi. Buni o'sha vaqtlarda tasavvur qilish mumkinmidi? Yo'q, hech ilojisi yo'q. Yana qayta aytaman. Shuncha hamma tomonni yashirib, o'z bilganicha 27 yil davlatni boshqargan Islom Karimovning o'zi ham sharmanda bo'ldi, oilasi sochilib ketdi. Bir qiz okean naryoqda, bir qiz qamoqda o'tiribdi, sizning qo'ltig'ingiz tagida. Kampiri esa Tatyana Akbarovna bir kattakon qasrlarda boyliklarga ko'milsa ham o'tgan kunlarga afsus qilib, mumtoz adabiyotimizda bitta obraz bor, Zolizar degan, ya'ni tilloli qariya degani. Shunaqa bo'lib yashayapti. Menimcha siz o'ylayotgan bo'lsangiz kerakda. Bugun men Saidani har tomonlama tayyorlab ketaman, qonunlarni mana o'zimga, oilamizga qulay qilib, ertaga Saidaningizda mana o'g'lim Alisher turibdi, shuni ketadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, balki mumkin. Lekin yana ham bitta narsa mumkinki, misol xuddi Turkmanistondagiga o'xshab prezident umrining oxirigacha prezident bo'lib qoladi degan qonunni mabodo referendum qilib
ishlatib olsangiz ham apil-tapil yumaloq yostiqda shartta 2-3 oyda qilib tashlaysiz. Hozir qiyin emas. Lekin ertaga bugungi bu dunyoga o'tadi. Ertaga qiyomat kuni odamlarning oldida sharmanda bo'lasiz-ku. Yo'q, Shavkat aka, siz xalq uchun yaxshi ishlar qildingiz. Mana shu yaxshi ishlar sababli sizga odamlarning hurmati bor. Har holda hozir ozayib qolgan bo'lsa ham hurmat bor. Hali chiqishimning boshida aytganim Qur'oni Karimdagi o'sha suralar aytdim, o'sha ma'nosini va hadisdagini va keyin ruscha maqolalarda aytdim. Agar siz mayda yashirib o'tib ketaman, yashirinib o'tib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ha, shunday o'tmoqchiman desangiz, unda o'zingiz bilasiz. Lekin men yaxshi gumon qilamanki, siz musulmon odamsiz. Iymoningiz bor. Shuning uchun to'g'ri yo'lda inshaalloh tanlasangiz kerak. Men nega qayta-qayta sizni tanqid qilib chiqyapman? Men sizni yomon ko'rganimdanmi? Yo'q. Men sizga yomonlikni ravo ko'rganimdanmi? Yo'q. Boburnoma kitobida Hazrati Bobur bir joyda yozadiki, Ulug'bekning o'g'li haqida. Bu deydi Abdullatif o'g'li haqida. O'tar dunyo uchun padarkushlik qildi degan ma'noda bitta gapni aytadi. Shavkat aka, o'tar dunyo uchun endi uyatda endi siz nomingizga. Hamma narsa mening xohlaganimdek bo'ladi. Hech kim meni aybimni ocholmaydi. Hech kim meni uyaltira olmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yosh bolalarcha fikrlash bu. Albatta siz unday odam emassiz. Lekin harakat qilib qoling endi. Mayli, umringiz oxirigacha prezident bo'lasizmi? Hozir keyingi saylangan muddatingizga mana 4 yil qolyapti. Undan keyin Xudo biladi. Balki yana saylanarsiz. Balki yana o'sha hozir aytganimdek Turkmanistondagidek o'lguncha prezident degan qonunni tayyorlab olarsiz balki. Lekin qayergacha borasiz u bilan? To'g'ri, tarixda o'tgan Balxning podshosi Ibrohim Adhamday siz podshohlikni tashlab bir darvish bo'lib keta olmaysiz endi. Agar siz o'zingizda siyosiy iroda topib haqiqatni yuzaga chiqarsangiz, insof, adolatga yo'l ochsangiz va ta'minlasangiz, siz O'zbekiston xalqi uchun bir yaxshi podshoh bo'lib qolgan bo'lardingiz. Xuddi o'sha Singapurni oyoqqa turg'izib, adolatli bosh vazir deb nom olib, tarix sahifalarida nomi yaxshilik bilan yozilishga erishgan Li Kuan Yuga o'xshab balki. Siz ham bir g'ayrat qiling, Shavkat aka. Sizning oldingizda Li Kuan Yu kim bo'pti? Hadisi sharifda, hadisi qudusiylarda keladiki, agar banda tavba qilsa, Alloh taolo yer yuzini gunohga to'ldirib kelgan bo'lsa ham kechirib yuboradi. Siz unchalik massizku, yer yuzini gunohga to'ldirganingiz yo'qku. Yoki bo'lmasa dengiz ko'piklaricha bo'lgan gunohlar ham Alloh taolo xohlasa shunday kechirib yuboradi degan yaxshi xabarlar bor-ku. Shavkat aka, hechdan ko'ra kech yaxshi. Iltimos, o'zingiz uchun, oilangiz uchun, yaxshi tarix qoldirishingiz uchun bir g'ayrat qiling endi.